onajon. Ona biz nega bizni tashlab ketdingiz? Oyi, nega vaqtida sizni qadriga yetmadingiz? Nega? Nega ko'rmadik? Nima ekan? Baquvvatsiz. Hali yorsiz. Hali yashaysizdir sizdan. Bargina bo'lsa ham hol so'ramadik ona. Oyi, bizga muhtojligingizda sizga vaqt ajrata olmadik. Hay, Nafisa. Voy, Sevinch. Ha, nima qilyapsizlar? Olib kelishdi. Voy, qo'ying, o'zimiz qilamiz, ona. Bor. Imtihonlaring bor, tayyorgarlik ko'rlaring bor. Oy, har doim shunaqa deysiz-a? Bor, bo'ldi, o'chir suvni. O'chir dedim. O'zim sekin qilib olaman, sallan darslaring bor, bora qollaring. Qo'yasiz-ku hamma. Yo, kechamdangisi mani davrimda unaqa ish qilmalaring, o'qilaring bor. Bo'la qol. Bo'la qollar. Voy, qiynalib qolmaysizmi bitta o'zingiz? Yo, qiynalmayman. Sekin qilib olaman. Oyi, nimaga bizni tashlab ketdi? Hali yoshsiz deb shamdek so'nib borayotgan umringizni ko'rmagan o'g'lingizni kechiring, ona. Voy, oyi, assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Kelding bola? Ha, keldim. Nimalar qilyapsiz? Og'ir narsalar ko'tarib. Qo'y. Ishdan kelishim kutsangiz bo'lardi, o'zim yordamlashardim. Voy. Sen ishdan kelguncha buni yuvib, obdolda quritib, mana olib kelib yoyban qo'y. Voy, onajonim, hech ham charchamaysiz, hech ham qarimaysiz. Qarishga vaqtim yo'q. Borasan. Yechinib, keyin yo'qchi. Ay, o'zim qarashaman sizga. Yo, ustingni kir qilasan. Bor, yechinib chiq, ovqat tayyor. Ko'zlarimda yosh qolib ketdim. Yosh boladay erkalab aytdim. Orangizda onam bo'lsaydi. Yosh boladay erkalab aytdim. Orangizda onam bo'lsaydi.